hurmatli sessiya qatnashchilari, 7-chaqirim xalq deputatlari Mingbuloq tumani kengashining navbatdagi 76-sessiyasiga 25 nafar deputatdan 24 nafar ishtirok etmoqda. Bir nafar deputatimiz uzrli sabablar bilan qatnasha olmayapti. Shuningdek, sessiya ichida tuman hokimining, uning o'rinbosarlari, bo'limlar, tegishli tashkilot, korxona, muassasa rahbarlari hamda ommaviy axborot vositasi vakillari tahlil etilganlar. Tahlil etilganlar asosan kelib bo'lishdi. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan deputatlardan taklif tushdi. Shu taklifga qo'shilgan deputatlarni qo'l ko'tarib ovoz berishini so'raymiz.